Cennet ehlining cennetde bargan siri chiroyliqlashib ketadiganligi to'g'risidagi hadis. İmam Muslim Sahihul Muslimda tuvandagi hadisni naql qilgan. Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadis bayon qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Cennetde bir bazar bulup, cennet erleri her cuma günü bu bazarga keladi. Bu çağda şimaldan kelgen şamal ularning kiyim-kechaklarni va yuzlarini sipab o'tadi. Natijada ularning go'zalligiga go'zallik qo'shiladi. Cennet erleri bu bazardan ilgirkidan bek chiroyli, qaddi qomatli bo'lib ketgan holatda uylariga qaytishadi. Ayollari ularga Allah bilan qasamki, bizdan ayrilgandan keyin texmi bek chiroyliqlashib ketibsiz deyishadi. Ularmi ayollariga Allah bilan qasamki, bizdan ayrilgandan keyin sizlarmi texmi bek go'zallashib ketibsizlar deydi. Sahih Muslim 2833 numurluq hadis.